Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 17-oxirgi darsimiz. Bugun o'tadigan metodimiz repeat metodi. Repeat metodi nima? Repeat metodi stringni n marta takrorlab yangi string qaytaradi. Ya'ni misol uchun bizda oddiy bitta string bor va uni necha marta takrorlashini belgilasak, shuncha marta takrorlab beradigan metod bu repeat metodi. Asl stringni o'zgartirmaydi, balki yangi string qaytaradi. Kodni kopiya qilib olaman. Bu yerda oddiy text degan o'zgaruvchi bor, hello, va bu yerda bitta probel tashlab ketilgan, ya'ni takrorlagan payti bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Console.logga text o'zgaruvchisini va repeat metodini chaqirib 3 berib yuborilgan, ya'ni son ko'rinishda qiymat qabul qiladi, 3 marta takrorlab beradi. Not strings.js 3 marta takrorladi, hello, hello, hello. Misol uchun bu yerda 10 marta deydigan bo'lsak ham 10 marta takrorlab beradi. Va keyingi qismi repeat yordamida sarlavhani bezash. Bu oddiy bitta lifehack desa ham bo'ladi. Bu kodni kopiya qilaman. Oddiy title welcome degan titlega o'zgarish e'lon qilingan va welcome degan string saqlaydi. Mana ikki tarafdan ham probel bor. Va console.logga oddiy stringcha yulduzcha belgisi qo'yilgan va nuqta repeat chaqirib 5 marta, ya'ni yulduzchani 5 marta takrorlab beradi va plus qilingan title bu yerda, ya'ni welcome degan yozuv shu yerda keladi va yana plus yulduzcha qo'yilib repeat 5 marta takrorlangan. Ishga tushiramiz. Mana. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. String metodlarimiz ham tugadi. Keyingi navbat number metodlariga bo'ladi. Buguncha shu. Hammaga rahmat.